Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Arashan qo'ylarimiz tug'ishni boshladi sekin-sekin. Hozir egzi katta qo'chqarlardan Ha, liniyasi bor hammasidan aka. egzi tug'ibdi, oyog'i oqsoqlanyapti, tug'may ekan u. Xudo xohlasa yana qolganlarni ham tug'ishni boshlayapti. Ko'rsatamiz ulardan video davomida. Poddesh qilib turasizlar. Davomiy bo'ladi videolarimiz. Shunaqa egizak tutish shunaqa bo'larmikin, doim mana shunaqa chiqadi. Ko'proq tuqqanda egizaklarda. Quloqlar chiroyli chiqadi ammo. 2 oylik o'zilarimiz. O'g'lim qoralarimiz aka kecha tug'ildi qora. Qoralar Ha. bir kun bo'libdi-da. Ha, 1 kunlik o'zash qora. Mashalloh. Liniya. Sog'liq uchun. Sog'liqmi qora? Yana soni oqvosh. Ha. Akalar xudo xolasa podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Zo'r videolar chiqaramiz. Arashan qo'ylarni zotlaridan topib, xudo xolasa.